Kela. Hoş geldin. Ha, yaxshimi? Yaxshi. Avar bo'lib. Ha? Ürümçilerle ötaqasız olup bizden bir işlemdi. Ha, ya, aka. Madiki do'konga akam qarab qolgan. Men shoma o'rimchiga bir tuxum sotadigan do'konni birini ichib, pul topgan, sizlarga birlashib deb keldim qofkan. Rimkamlar yaxshida? Ha, rimkam yaxshi, shu ma'lum tuxum sotyapti u. Ha, bo'pti. Bizning sen savdo yaxshi bo'lib ketdi, hozir shu men tuxum sotib keldim. Ha, yaxshi bo'pti. Shirkat bolalar o'ziga ketdimi, boshqa shirkatga qoldi. Ha, brokerga mehmon to'laysiz. O'z bosh shirkat ketdi. Va o'satdi-da, ha. Uni yo'q, yana bir qiz o'tiradi. Chiroyli bir qiz o'tiradi. O Shamsiya shu bo'ljiga berib, sizlarning oilalarda o'ynab qilgandan keyin shu bosh shirkat o'sib ketdi. Bolalar tanishtirmansan. To'g'ri. Voy, isim qursin. Ha, yo'q aka. Murat. Sizlar yaxshilar. Yaxshisiz, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshimi. Bek avarg'i bu. Atanan Uyg'urdosdan. Men mana boya ko'rib Chingizxonning kinosi Jolim Buqa deganim bor. O'y, gapga Jolim Buqa deb kimlarga o'xshatdi. Bunda odamdek olidimi? Shu o'yda hazirlar cho'g'gan emasmi? Shunga. Ali ishlarga qarab o'tgan chiqadi. Nerede axborot chiqadi? Raqam qanaqa? Nima qarasha? Mijozning toni yo'qmi? Ya bunchasi shirkat chiqmay baba bizning malga men ham tunishim sayfog'ana sayfog' o'zgan bizdan shu qanday qilsa? Men mehmon bo'ldim. Nima bilan qoldi? Bir qanday qilib beray? Ay, Murat, Sizlarga kelib qisman hech qilsam. Men nima deyman? Bo'ldi aka. Sen desone? Ha, Roshakni tanishtirsanmi o'zi? Bu saqandak o'tda yuzlarni o'tirasan. O'zlar mana nima qilgan ishga bozor ekan. Sen samroqsiz-a? Men nasıl olmuş şirkette? Uğurlardan ne? Ya uğurlardansiz? Bundan munchilikli qoldi kelsa uğurlarsiz. Şu bitliken size. Umak. To'g'ri. Ha, mayak bo'lsa, shoma. Shomami? Shoma. Mehmon o'rnida keldi. Ha. Bu yoq. Endi bu yoq. Ya bo'ldi, sen tanishtirma, o'zim tanishtiray. İsmingiz nima? Güzel. Mana. Güzel emasmi? Mana o'zim güzel emasmi? Biz shirkatga mustaqillarni elish kerak deyapman. Mustaqillarni olganlarni shirkatga o'xshaydi. Men hozir shirkatlar resmiy shirkatga o'xshatdi. Bu qizni nima qildi? Yo'q. Bizdan endi Roshangulning o'rnidan chiqqan kat. Kat. Şu men dedim olsa ham azroq yansam unmaysiz. Bunun işi emez o. Ben zeytirken kim ben? Ya bize sabır olsun, uğurlamasın. O maklik. Makız olayım ama. Ya men bir şey dükkan açıp kalsam sakın. Muş kızına ben aprep şu tuğumdan kat uyak tuğum satılgan dükkanı kat falan. Siz ama kadar Roşen'de bek sabır olmam. Bir azroq sabırım. Köyde etigende men bir kişiliğe şunu koyup küçükten tuğumunu çekti ben. Şunu içi alsanız ne var? Şunu yemek yaparız billah çıkıp yine imbasak. Ben kadar çıkıp tuğumunu çıkıp endüstri kuşlar kimliğini atıp baklayıp itiyorsak. Ondan dikkat. Ya makız. Ma chiroyli qilgan jo'ma. Ma qiz ola chiroyli qiz olgan. Nima ekan u qiz ola? Yaxshilaydigan qizgan bu. Yaxshilaydi. O'zi chiroyli qizdan qiz olgan. Manda balni kelganda mishta qizlar aytib kerak-ku. Amsa sen bu yerga o'tirib turgan ekan, men dikkidan Ya, uka o'tirib qolib qolsam, mafkamda ishdan pichib soldirganda aytma. Rahlarni tayyorib turjima saqar. Hozir chiqadimi? Mo mevlarni. Hop. Ha, Buğulayın Ahmet Azamen. Öyle ha. Ma. Keren. Vay! Vay sakra. Gel. Dur akramana. Abuyda kettin mi? Abuyda. Salam. Mağlayadan. Bizim şirketin mağın direktörü. Yakında var ya. Otur. Akır. Ya koşarsın mı? Tünüge? Vakra, tünüge kâge adamdan bana telefon kılıp. Ben barma. Ben de dinamca. Ya şu ava şu mevzusunda tuyuqsiz qo'shiq aytaylik keldim. Ya qo'shildim. O'zim bot kelgan ko'rmagin. Ashayla qilib kendi baqa vaqtimiz kelishgancha. Qani, akamlar adamlar yaxshimi? Yaxshi. Undan turgandir? Yaxshi. Akam degancha quloq kesdi Abdurim degan qo'y. Do'kon qarab qoldi-ku. Do'kon ochmadingmi? Ya, bunda.
bilib bikajda jurir ekanmiz qulaka deb o kichik o'sma fermadan birini ochgan to'g'ri fermasidan ochdan qarab qoldi u yana to'g'ri saç bular yana o'zim kasbini qilganda yaxshi ochdan boshqa qilolmasa yo o'maqligini vaginib qara shuna bilan keldi keldi xizmat izlab keldi yo bir chiroyli dokument bor xizmat izlab qilinman bir ishga keldim ishqa avo bizga fermada to'qolarni tuxumini shu o'rimchidan do'kondan birini ichib tizib sotay deb keldimga o'qir yerlik tuxumda yerlik tuxum tuxum topmoq tart yaxshisi hay yaxshisi tan katta bo'pti ay manda shu baldur telefon qilaversan jinim saqam men tag'am bo'lgandiki hamma o'zim bir do'konlarni ipini qilib turmabdim deyman ya o'zimda kapga ko'rib boqayda ko'rib boqayda voy kerak yaxshi ballarni kerashdim toza qildim yo'q mana ishni ko'rashtiraymi ana deydi hey fazl qiz Qachon keldi? 2 kun bo'lib qoldi ekan. Erkin yaxshi bo'ladimi? Yaxshi. Akam rinjanchi. O, ma'lum do'kon ochib qoldi. Qana, bu qirtim kelishimda nechikimiz izlab, xizmat izlab keldimmi ya? Yo'q. Bunda akam ishkimiz, malda akamni etagida fermachi bo'lgan. Shunga o'rimchidimi, ancha-muncha bir tuxum satqach, do'konni birga tijorat qilaydi. O'rimchidimi? Ha. Bo'pti. Yaxshi o'ylabsan. Ham yong'oq tuxum satdim deb uni chekilib qolmay. Bo'lsa ham qo'shimcha mijitlar ishimiz bo'lgan degan. Men bizning mallarni kirgizib, sotdim. Yana o'zing paysa. Yerlik tuxumdan saqta emas-da. Tuxumda oqshimga Mixailga uxlab qo'yib qarab o'tiradi. Aniga qo'ygan yer qarab o'tiradi. Estağfurullah. Akifan bo'ldi. Shuningdek kapti bu. Do'konda bir necha shu tuxumlarni ber. Yalik tuxumlar sotaydi. Yaxshi. Shunda yaxshi. Harakat qilmaydi. Shunday qilib shu atsimi ekan. Bak bikajir ketgan o'shima. Mana mushman adamman yaxshi bolasida bu. Bundan qilib sizlar paranglashinglar. Men chiqibman, Samilalarni ko'rishapmizroq da. Bo'pti. Hey. Tomoq o'tdim bo'p qoldi. Biz tomoq yeymiz. Na, ishlab o'tirdingmi? Ha, ishlab. Kim ko'ryapsan? Ha, shu. Bizning tarmoq shirkatlardan tarqalgan yerlarga xaridsan ko'ryapman. Buni men tushunmayman hech kim. Yo'q, she'rlarni yuzib patpat berib turibman, chiqyapman bu narsaga. Voy, chiqyapti-da. Yozma, Maliya so'rab qoldim aka. Sanki bir narsa bor. Bu yilgi eng nadir chiqqan she'rimni bir so'tib ko'rsataysan. Ha, ko'rsat. Kedaman. Bu xitonda chiqib qo'yishni o'zim o'qina. Ha, bo'ldi. Javob beray. Alloh, yaxshi. Oppoq ay nuri. Tüm yerin qaqshal sunaklarni yo'riqmoqda ay nuri. Arzimas ishlarni ko'rib, yengil nafas. Baldi. Bu she'rmi, nasrmi bor? She'r. Maqolda bizning she'rda o'tirib. Yo, zamonaviy she'r. Men qarasam, buni men tushunmayman deyman, baba. Sen yezib ashak dash chiqqanlarni men ko'rayman. Ha. Yaxshi. Agar chaqchaq qo'ydimda aytib tutman, saqam. Ha. Qarab chaqchaq. Bu choshni hammasinimi? Ha, bilan ara o'xshab qolgan choshni. Yo'q, bu choshni hammasi o'zidan yo'q, o'xshab saytganligi. Ha. Qanchalik vaqt ketdi choshni o'xshaydigan? Voy qanchalik vaqt ketsa o'zimning ishi. Pul men tanlamay sizlar gap qilaman bunda. Yo'q, so'qim kishidir. He. Yo'q, bizning malda kishi sanishmas. Salomatlikda. Qanday bo'lsa uloqlarim yo'q chiqib sandaman. Endi bu eshakni qirqmaydigan deksini men bizda qo'ziqgan qo'y, sallama deb. Sandaymiz biz sen haqida. Ma adamlar o'zingdan chiqish ketadi. Müşte yapıtasın kaça uğruqlayısın deyman. Müşte yapıtasın deyman. Oyun uyumak, bir
Şırak maçıldan yoksa tut karab oturan, ma alnını yap Bu şakalardan buna karab buna ortası bulmaydı. Buna yer ortasını bu sanık ertesi şişte bakma yanında kırmamız. Eski dervaz kuraydan koymuşuz. Dervaz karab Bu ağrıya çömezse oğlum ağzına. Kur'an oğlumuzu desek zıp böyle. Ha, olma. Olma. Hey, ne? Ne kadar? Men kod görgeme? Emas. Men bak, ya nima dedi bak. Şanghay. Niye çente vercigime? O vardı. Ben açın ha. Vay. Ne gittiniz da ben de kayda zıgım. Bu? Yıkan. Canı dostum ama. Vay şurada. Onda ağlamız yaxşı mı? Rahmet ya, da ne güzel ha? Yaxşı, obdan işler etmiş kız. Soy kıldınız mı? Oy oka ben çok küçük. Ben bir küçük okşaşım. May gap sonunda ne güzel. Budan. Ben şimdi hizmet kılmadan oku demegen ki hizmet kılmak güzelmişlik otur. Neçe yaş kırdınız? 25. May gap sonunda ne güzel. Nimda kıldım hava. Benim toyuşumda tozkulu kılacaktım. Sen de paranlısını koymam sen de. Ha? Atölyenin boyunca kalsam sen kodunu veremez bana. Ondan oturacağım. 25 kırdınız mı? Okşayız ki yaşlarımızın tekime 35 kırdım kıran. Abi Kur'an'ımı yetken tıkı. Özlem boy takçı toy kılmagan. Foto yok. Üstümüz obdarakmış da onu yakış paranız taksak. Kimka. Kan. Otağda canım. Ma işligin var mı ya şirkette? Arkamdan şirketici mi adapte oturacağım. Pika. Otur. Bunda çok karanlık şu. Biz Çin Seyit. Adam bedeni gayet faydalı. Vitamin var canım onda. Biz adamlarla kadar immün gücünü yaxshilab, badanni zilva tutib quvvat qilgan tamoqcha. Uni kimish kerak qilgan basani yaxshi yeb turish kerak. Men uni tuxum sotmayapman emasman. Lekin oshqini pishirib turib, yeb bersangiz quvvat bo'ldi bunda. Ha, amsa. Kimka. Bundan mayga baksam ne olay. Sizler gelin bak. Mana ya, erreyiz bo'lmaydi tuxumni ayollaydigan tuxum bor. Ha. Buni qilaylik qaram. Ikkimizdan qilib gaplarimiz o'xshaydi deyishgancha. Aşağı men hozir do'konda ham yo'g'am do'kon ichib sizni akatmasa bo'lmaydi do'konga. Bizga so'rasam do'kon izdiga chiqadi deb qo'yaman. Ma'qulotlar bu şu men, bu şu etdigende chinsay, işte bensay, keş tuxumsay yeng. Jinim aka. Ham rasmiy Bu uyumning temiri yo'q qilib bu saylarning ismini yezib olay jinim aka. Ham rasmiy men oldigan qutlarni o'qishdim. Ya, man mayga bundan bak. Chiqaba do'konni o'qish kerak. Yaxshi tatirlar bor. Xo'sh. Qanday odamlar yaxshimi? Voy, Güzel. Sizga oshiq bo'lib, kuyib bo'lib ketgandan birisi men ishni oldi ko'pga oshiqdim. Qo'rsam ishni oldi bir narsa turdi da, kimdan naskin deb qo'rsam güzel deb ma bu 5 marchalik daftarni var qismo yezibga shuni oshiqdim. Qanday qarg'ani biraz qo'lshatgan o'xshamamdi. Nima? Azizim, qaytingni? Hozir ningizda? Ha? Bizlarni qo'g'lishibdimi? Bizlarni bir qo'g'lishibdi. Vay bir bo'ldi qila. Bir 10 qanchalik güzellik chekmaymish deb juda haq qo'g'lish ulaşda. Güzellikmiş de chiroyli qizlar qo'g'lishlar chiq. Nima bo'lsin, bo'lgan endi güzel qadar so'qisi bulandi deyman. Atsiginachi bulanda, chinoch bulanda. Men desam bu güzel so'q. Daqtilganni ko'p. Akila, kafaylasini deb evolsin sen. Güzel göz bulanda? Ben seni bapta kafaylasini Güzel göz bulanda? Vay bina. Akila. Kafaylasini evolsin, o'z bir narsa o'qishni bilmaydi. Hech bir güzel. Teşekkür etsem bu xil go'dan chiray turdi endi. Ha, qabulcha. Voy, sapkimkan bu. Qo'yib ketixsizmi qilayotgan qiliqidi. Sen qissa sen. Shuni qilishingga izzat etmaymish ishni qilishudingmi? Taşakman bırakma. Bakın oturgan istakma. Voy, sen qilmasan kim qildimda tekib. Agar men chaqchaqni qilib qolgan bo'lsam, men sizga chiroyli gapni qo'yay. Oy, yaxshi. Yaxshi. Güzel.
这个东西开个啥？第啥东西啊？ Yeni iyilik saramı şimdi. Ben şu an Türkiye uyanmadığını çok kılıyla ben güzel. Bu başka bir sizden kaldı mı? Sizi kovulacaktan bir iş güç sarıma bakışaydı mı o karnım? Artık gekler adam. Ne iş gücü, ne iş gücü? Ha? Bu güzel yaşıyorken birla adamı, birla. Tamam. Ha, bu da aklına geldi. Bunda deyen gep bu. Bak siz gibi evet diyebilirim de değil mi? Ana yaşmasa kaç şey. Bu kanla müştak mı sedersin evetim de değil mi? Siz diyelim ki kalıp şuraya mı sarıl? Makara sakar. Ha, bunda soğuk yaptım ha. Bunda soğuklarını da silkimeyse çıtırıksı da açacak. Bunu işte en çıkılgan arası bağlı sakın da bulsak ha. Ya ma kapı şu çıkıldıran ne salgan kapı ki deymen de. Mandan kapka adeti çıkıran mümkün sanırız yine. Buna çıkılgan ya sanmayımız. Karıştırma ha. Ya sahte şakılatlarını. Kanla sararım ben değil mi? Ben tutumum evetimden de. Bayım bir dakika bak güzel ahbap kanı kuma çiçek tekenli kuma. Tam mağdur çıkıp azgan bu sana. Tutarına sakın tutarına. Ya çoğunuz yerim kamana çiçeğime yıkılmana bunda manda kara sakın ma hem de muştuğumne sizgi soğukkan bala resmisini yaxşı gördüğün bala okşayın. Aa sizi gekle yaşkı geldi tutum sokulandı değil mi aka? Ama tuxum degan kuvvetli qara. Onun için ben qarmak sen yerlik tuxumdek turdi-cha, manda tuxum tapmak oson emas. Şoş yaxşı gördüğün adamı soğuqs kerak. Aka muşu tuxum yerlik görün adamda kızıga. Muş yerlik mi? Muş yerlik mi? Muş yerlik mi? Muşu. Kam tuxum deganimda qarmaysan, bunda qaraysan. Bu qaraysan. Ma tuxumning alpozini qaraganda bu uzun yillik bir to'qoning uzun yil to'lg'an azobi yeb. Onundagi tavallud tuxum bo'lishi kerak. Aka bu ipini saq tutumanda değil mi? Ya ma tuxum saq tuxum emas, bunda qaraganda bu. Qarsam qara, sirq qara. Ma yerlik toz ishlanmas. Mush tuxumni so'qgan bo'ldi. Ma yerlik emas, ishlayman, yerlik emas, yerlik emas. Mush yerlik emas, mushdan yerlik emas, jim yerlik emas. So'qgan bo'ldi, yerlik bo'lishi kerak. Emas, yerlik emas. Ma yerlik tuxum ma Emas. Yerlik mikan? Ma yerlik mikan ma yerlik tuxum ma ha? Nasıl yerlik tutum ki bu? Ne bo'ldi? Voy, yana nima bo'ldi deyman? Qanda bala bu deyman. Bilaman mana Yoshga sirab dismonda, mishma qilibmanda. Kim qilibdi lala direktor? Mashina pat qilibdi, mat saram qildi ma. Ma, peripet. Ben ne yaptım kıldım? Ben ne yaptım qilma. Titraydi emasman, titraydi emasman. Tuzni chiqardi samondan, ma'bitmi? Yaqindan beri men güzelga bek qilingan so'g'atlar kelib, kayfiyatni ushib kayfiyat yaxshimi, xizmat yaxshimi emasmi? Endi o bir har qanday bir kishining muhabbatlashish erkinligi bo'ladi. Shuni bir yo'lida bo'lmabdi deyman. Ben biz yo'lida olsa bizni qo'llagan bo'ladi, tushunarman? Şu anda sizlarni chaqirib kelishgan maqsad qanday qilib biz bir chora bir o'ylab boqsak. Menimcha qara. Quruq usulni qo'llanayli. Asma telekameraning ko'paydi. Mas 24 soat ekran oldida o'tirman degan. Masali, Shoma, Muratlar mumkinib tursin degan. Tutmandi. Senin bu amalın bu tarz bulatdı. Bırak sen bu 24 saat oturup kullanmaysa, onu sizinle kandı adam tutsak bulmaydı. Bu olsa mehmeden uçurak kalsa, terbiye kılınlar. Onu düşündürünler. Onun için bu kanundu mağdur kalıp adam tutsak, bu cinayet hesabında aslında. To'g'ri. Chunki Mejit direktor bir odamning muhabbatni izhor qilishiga o'zining erkinligi. Bu muhabbatni izhor qilish uchun chinsay so'q qiladi, tuxum so'q qiladi. Hammasi muhabbatni ifodalashga bir xil usuli. Oysa muhabbat izhor qilding deb u odamni tutib, bog'lab, baqirab, uni so'roq qilsak, qo'y mishadan chiqib ketdilar bizni artsa vaqt shirkatga, ham sizlarga jazolash to'g'ri keldi. Shuni ishlashadi. Sizler bir endi bir amalni bir o'ylab qo'yinglar. Senin adıqın şu kadar. Ha? Umar dükkanızda şu bir muvaffak dükkan çıksa ticaret başlatmakçı. Başlasın. Daha sonra dükkanı ilip ticaret başlatmazsa bizni milimizden ekleşini unutmayalım. Ben onu verdim.
Qo'llab qo'ylar uni. Bo'ldi, rahmat. O ben xo'shal bo'ldi depanda ishga. Shuni o'ylayman. Bunda avvalinglar yaxshimi? Salomat obdan turibmi? Tinchlikmi? Yaxshisinizmi, güzel? G'am kun o'tirib ketibsiz-ku. Kayfiyatingiz yaxshi emasmi? Bo'pti, kayfiyatingizni bilganman, o'zim o'ngshayman. Xush xabar bor, xush xabar. Bir xush xabar bor. Menda chaqirang. Mao. Ana, Muşu cho'ng bo'lsa, xotin oladigan, qizlar cho'ng bo'lsa, tegadigan gap shunday emasmi? Qizning beshig'idan bor. Hammamizning beshida bor-ku. Shuna, shu vajdan unda gap. Güzelge makaram, ben size gaplayım. Bu kokonunga aytish, masalan, kokolarni musulmonlar. Men ishim bo'lmadi, unda to'yishim aralashib men ma güzel olima. Ben çıkımlı çayımlı mısın? Sen açıklarını ötüremem, ben sizinle alıverdim. Ben güzelini almakçı. Bana tekken bozulur. Çaklatam sen ya. Ha? Şapçakımız rösk yapma, babamız bir karıya tokağa eklememeye gel. Ya abi külden çırayla kırırken kızlar hemmisi geldi toytek koyuyor kaç babam. Ben yatsın alıver ya, tokun alıverdim sen güzel nasıl sanırım da okette bir adam. Hanımende to ağıl bulgandı bak malma. Ha? Manda kepla yeri bir kaçıyor. Bu könlü bağ mı yok mu? Ha? Ma meyli bağ mı yok mu da oynaşmasa yeşil ne çıkma açık kere kız bana kadar. Ben yarısını alıverdim yani ki senin könlü olmuşum. Ben akşam hoş olsan bunu devamız ben müziklerim. Baş şaşkınlık jüremde başta. Ben sanki koşulam de. Ha? Ben koşulam ben koşulam de. Ondan sonra güzel namazsın asam sen koşulam sen. Müziklerim yüzüp kaldı bombaydı ama sımış tokumu da. Vay yapma. Güzel yüzüp kaldı bombaydı ama olsa tokunun tomuşkuna güzel gücüme. Vay açıkını getirme gideye atırlar. Aslında siz görün kumları. Siz doğru. Muhabbet nasıl mı oluyor? Ya ulama muhabbet nasıl mı oluyor? Karamız tokudu mu muhabbet başa? Biz tokudu muhabbet bombaysa çıraydık tokun tokamaydı. Sonra müzik muhabbet nasıl mı oluyor? Ben size ağaçım geldim. Vay yeni bir kamal. Can Mecem. Hadi Mecem. Jığınan güzel karam. Ben sizin şu alay diyen boğaçkama tokunu götürüp atayın aldığınızı muhabbet toy teklif koyduğunu geldim. Sen özen biz olma da bunu. Atın şu bebe, atın şu bebe. Bir kere sen. Nemiş oldu? Nemiş bu? Yani nemiş yüzme, nemi var anturam? Güzel ne oldu? Siz sokak yaptın ya ne? O mühendisler mi? Ben de okulam. Yakınmasın ne oldu sana? Dimem sen. Man kıyınca bu sıralar miskabdan yemişti ya. Yapkılar sen ne oldu? Sen bilen misin? Tamam mı? Hadi gidelim. Ya şu ben ötken sana torunu mezarda saldım. Bol sen özen bozdun bana şu. Ben alıma diyen kızım güzel şut ya. Ben yaptım ülkegen bir yama totek bilmeden tokunu götürürken güzel sen totek fırlasam ama senin bir adet tokunu götürüp sana su yakın yap. Oylandım güzel okula gitsen. Ben buldum bak. Ben buldum bak. Ya beni koyuşum sen muskatı ya. Abdü kıyım. Muhabbar emma lekin. Biz nesliye kılıklarımız senin kılıkın şu kutunalayı kutunalayı işine tayin Ben rast yapsam, ben manda kılıkladım. Fakat oylamadım bu ciğerimden. Çok zevkli. Ne yapıyorsun ettim? İnin. Kafam. Ya kırışma yok tabii. Özüm. Şimdi okuvattan sen? Sıkmadı kendime. Ya bilgenlikle men çağırayım. Demem sen bu ekvanla deymen. Ya xudu özüm bir işlerini el kıla alaydıqanday aldırır yügürüp. O anımdan bekirek tokaklarını tutsun sen. Şapalaktan birini yazsın şu yerde. Kıma yurttan ballara sumet mi bedeni? Telefon kılayım mı? Bir düşersen. Çağırayım mı? Cem otlağına bedenenge düştük. Ama ben demek kündigine bu hızırcılıkta ötemdim ben. Canınız ama. Hem de bu işine el kılaylı. El kımsak olmaydı. Ma ciğerinin ma niyetinden hazır yandığımız tez mani. Yandırmak tez. Şuna bir oyun oynayacağız. Açtak kılıp bana rayını kaytığını saklıyorum. Mangı mümkün yok da erkek kıp durdum.
Şununla erdem. Çıkın lan. Toy xeti aldığın bulanlar. Ne kalandı? Ha oldu aka. Bir takarışmay, ottağına ben bir rast ilanla demedim, oyun oynayımız zaten ben. Ben dedim bu bayatta, güzelden ifadesi, sağolgan ifadesi karab, eğer ağıdek olsa rastını alasın. İnak David değil hem de. Ama bu ben çıtırıp, yüzse ayıkta çıtırayım sonra. Ransını çıtırsın. Ağandı çıtırıp bir yerde. Olmasa, maciyenin alfazı yamanda. Şununla erken Mağul aka. Şu ufkumuzun kutulduğu iş olsa olaylı aka. Mağul şunun için. Avabla yaxshimi? Obdan turibmi? Yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshisinizmi güzel? Yaxshimi? Ya, bunda gap. Tunugun sal ishxonalarni qalayimqan qilib qo'yibdiman. Xapamanglar. Xapamaysizmi? Xapamanglar. Akşamda yat mecitkamlar degan gaplar o'tgan o'xshamamdi. Mejitkamning gaplari o'tgan o'xshaydi. Kecha chimda o'zimda o'ngda yetib o'ylab qallamni o'tdi mening. Voyjon, o'yinni xiyolingda yenibsanda. Nima? Xiyolingda? Voy, tutdi. Bunda gap. Tunugun xapib qo'ydim. Xapamdingiz a? Xapamaydi. Bugun shu necha vaqtdan narsa kerak ekansan, qabul qilmadingiz emas, bugun shu quruqlar keldim. Arancha. Voy. Sizni olay. Chigamsiz? Ha? Aka bunda xiyati. Ha. Danga. Ben yaqinda to'y qilmoqchi. Ha? Shu hijr bo'lib yemigandim okunlarda. To'y Ustiga aka, onun ustiga uydagilar hozir tayyorlik qilyotdi, bek jiddiy. Shu to'yimizga oz qoldi. to'y. Xopimman aka. Mak kim bilaman, kim meni yaratmay to'y qildi, kimga ash, kim asha? Kim? Shu Semi. Endi sizga tushdan keyin mera to'y qilishni olgan bo'ldi. Asli güzel hizlab qoldi deb qo'yishinglar nega? Nega bizdan nereden chiqdi? Taqdek bizdan ishimiz qarshi bo'ldi o'sha aka. Endi bizdan oldirib odamni endi ijara uyda o'tirgan bo'ldik-da, endi pulni yo'q, oldirib to'y qilib qo'ygan bo'ldik endi. Kadim baka ijara uyda o'tiribdi. Asli pul topganda qilib emasmi? Ikkilar qilingni. Ikkilar? Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Baxtlayman, muborak bo'lsin. Baxtli bo'lib ketinglar. Rahmat aka. Keldi. Kelgan. Anladım. İşte gap. Özün hayacanlanıp büyüdü. Hey, tüzük bakalım kalkına. Yaşmayayım lan! Dikter! Yaşmayayım ben! Yemin yaşmayayım! Tüzük yap kalkına. Bana dikler kızlar haktik var, kadar yaşayayım ben! Yok benim! Maşallah. Ya akam, beni kalkmış soygularlarında. Ben yarınmam ya. Ya ben senin kıskan olmuş kızım, beni yaratmaymış. Bana tekrar ne yaratmak? Ben müteahhit. Tamam mı bu? Akam, bana. Ay. Ya boz kılayım bizi direktör. Aslında çok kıyıncan. Kavanozu bet yerim kıp ketmem. Endi bu kişilik hayat degan bana bu nurg'ungan cheg'ir yo'llardan uningdagi cho'ng yo'lga chiqib oldigan bir uzun safardan ha. Shuning uchun qarang, bu yo'lni besib o'tkicha nurg'ungan agir to'qaylar, egiz past o'ydinglar, mushlarni beshni o'tkazish kerak. Issiq sovuq beshini o'tgandan keyin heliq cho'ng yo'lga chiqib, u cho'ng yo'lda aniq dog'dam ravon mangalaysizda ha. Bu o'ziga mos kelmagan yo'lda menilarsiz uchun to'g'ri bo'lmaydi. Yeni dağdan yol sizga mos kelib qilishi mumkin. Xuddi go'zal sizga mos kelmagandek.
için sizge mos kılgan bir ayol buluş gerek. Şunu bak ayıkıralaysiz. Aka. Kallandı öttemle. Sonra güzel anlayın balı. Laleden. Oban da güzel.